bundan chiroyli qo'shiqlarni eshitamiz. Mana shunday. Bero. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Yo'qotsizlik borligingiz sunurdim, yo'llarimga ozodligingiz sunurdim. Umidlarim turibman qaddim kirib, g'urur soyasida. Yuribman davram surib, dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, yo'zorim kun sonlarim, ko'kaytar bo'ylarim, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yashladim besinlarim, dadamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Onam mening jannatim, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Ko'kaytar bo'ylarim, dadamni soyasida. Qadidki bir qoyaman, dadamni soyasida. Men badavlat bo'laman, dadamni soyasida. Shamollarda shaftim bor, shahzodadek taxtim bor. Boshim samo, ko'nglim shod, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yashladim tesinmadim, dadamni soyasida. Ko'kaytar bo'ylarim, dadamni soyasida. Masala bo'lsa rahmat aka. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Otajon, assalomu alaykum. Sizlarni tabriklab keldik. Bugun kechqurunga qaramasdan Izoda G'illoy albatta faqat topishingiz kerak kim nomidan kelganligingizni. Kim deb o'ylaysiz? Mana shunday xursandchilik kuni boshlanishida kim sizlarni xursand qilishga harakat qilyapti deb o'ylaysiz? Qaysinisi? So'ni ayta olasizmi? Taxmin qilib ko'rasizmi? Qaysi bo'lishi mumkin? Zokir desa. Zokirdan boshqa yo'qmi?
qarsanglaringiz bo'lsin. Albatta barcha farzandlaringiz mana shu yerda. Zokir akamiz boshchiligida Shokir akam, Faxriddin akamiz uzoqda bo'lishiga qaramasdan Sayfiddin akam bilan birgalikda Feruza opamiz, albatta qolaversa Asadbek sizning nabirangiz, otajonimiz, 4 nafar keliningiz bor mana shu yerda, nabiralaringiz barchasi albatta siz uchun harakat qilyapti. Biz ko'p tayyorgarlik ko'rdik, akam bilan gaplashdim, bundan bir necha kunlar ilgari opam bilan gaplashdim. Barchaligi qanday so'zlar yetkazib qo'yaman deganimda birinchi galda bizning onajonimizni bugun tavil tayyomlari. Lekin rahmat aytishni biz otajonimizdan boshlamoqchimiz, chunki Allohga shukr qilamiz, hozir eng baxtli hayotda yashayapmiz. Mana shunday baxtli hayotga yetib kelishimizning sababchilari otajonim, onajonim albatta. Mana shu insonlarni mehnati bilan, bergan tarbiyasi bilan, bizga qilgan barcha yaxshiliklari bilan mana shu hayotga yetib keldik. Rahmat aytamiz. Ko'p qiyinchilik kunlar bo'ldi, mashaqqatli kunlar bo'ldi. Zokir akam aytayapti, men bosh farzand bo'lganimga barchasini o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Ba'zi vaqtlari mana shunday tug'ilgan kunlarni, tabrik tayyomlarni nishonla olmayotgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Ana endi onajonimning har bir kunlari bayram bo'lsin. Mana shu tabrik tayyomlari xursandchilik bilan boshlansin deya albatta niyat qilishgan, albatta siz uchun harakat qilyapti. Qolaversa sizni barcha farzandlaringiz, onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Borligiga shukr qilamiz. Dadajonim bilan birgalikda umrlari uzoq bo'lsin. Vaqtimizga doimo sog' bo'lsin. Qo'sha qarasin ilohim. Dadam, ayam, dunyo turgancha tursin ilohim. Faxrlanamiz mana shunday insonlarning farzandi ekanligimizga albatta. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Dadamga, ayamga eng xursandchilik kunlarni, baxtli kunlarni ko'rsatamiz deya albatta harakat qilyapmiz. Qolaversa Faxriddin akam, Sayfiddin akam bizning onajonimizga, mehribonimizga juda ham qattiq yaxshi ko'rishimizni, juda ham sog'inganimizni yetkazib qo'ysangiz. Juda ham sog'inganmiz. Hali ketganimizga ko'p bo'lgani yo'q. Lekin mana shunday chiroyli davlatda bo'lishimizga qaramasdan mana shu yerda baribir onamning mehri, sog'inchi qiynaydi. Vaqtimizga doimo sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Biz uzoqda yursak ham, ko'chada yursak ham, ishda bo'lsak ham, qayerda bo'lsak omadlimiz, barakalimiz, baxtlimiz. Chunki bizga mana shunday ota tarbiya bergan onajonim bizni o'ylab duo qilib turganligi uchun mana shunday darajada yuribmiz. Albatta sog' bo'lishsin, baxtimizga omon bo'lsin. Sizni qizalog'ingiz albatta Feruza opamiz. Hayajonim bu hayotda meni dardkashim, dugonam, ham opam, ham singlim, ustozim, jonim og'riganda shifokorim onam. Kim kerak bo'lsa barchasini onajonimdan topganman. Meni hech kimga muhtoj qilmasdan, hech kimga xafa qildirmasdan mana shunday voyaga yetkazganligi uchun rahmat aytaman. Sog' bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin. Siz uchun bir she'r o'qib berishni iltimos qilgan, albatta bu barcha farzandlaringizni Alloh qabul qilsin. O'stirdingiz birovlardan kam qilmasdan, bolam deya ko'zimizni nam qilmasdan, yashadingiz bizlarni deb tan bilmasdan, ota-onam boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz. Farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Ota-onam boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etar siz bo'lsangiz. Tashvishlarim uzoq ketar siz bo'lsangiz. Biz farzandlaringizni boshimiz ko'klarga yetar siz bo'lsangiz. Onajonim, mehribonim boringizga ming shukronalar deya albatta mana shu she'r sizning farzandlaringizni albatta chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin onajonim uchun. Sog' bo'ling. Qolaversin sizning kelinlaringiz sizga rahmat aytyapti. Onajonimizni biz qaynona demaganmiz, shu vaqtgacha biz o'zimizni onamizdek, chunki bizni o'z qizlaridek qabul qilgan, har doim yaxshimizni oshirgan, yomonimizni yashirgan. Mana shu insonga rahmat aytamiz. Har doim bizni baxtli yashashimizni o'zimizdan ham ko'proq istaydigan birgina inson onajonimiz. Sog' bo'lsin baxtimizga. Onamiz o'rnidan onamiz, bizning ikkinchi onamiz bu hayotda. Doimo omon bo'lsin baxtimizga. Sog' bo'lsin bizning to'ylarimizda, hali nabiralarning to'ylarida bosh bo'lsin otajonimiz bilan birgalikda deya albatta. Sizga rahmat aytyapti albatta. Qarsaklar bo'lsin kelinlar inshaalloh. Rahmat.
Albatta sizning jigarlaringiz mana shu yerda biz kelishimizdan avval sizni kutib turibdi albatta. Xursand qilmoqchimiz, bizning jigarimiz eng yaxshi ko'rgan jigarimiz albatta. Sog' bo'ling, mana shu jigarlarni vaqtiga omon bo'ling. Mana shu farzandlarning nabiralarining rohatini ko'ring ilohim. Kelgusi yillarda ham mana shunday xursandchilik bardavom bo'lsa, albatta kelgusi yillarda buni ham katta tantana qilib barcha yaqinlar bilan birgalikda nishonlashga nasib etsin ilohim. Albatta siz uchun dunyodagi eng chiroyli guldastalarni farzandlaringiz olib kelishgan albatta. Farzandlarni taklif qilamiz, kelgan onajonimizni yuzlaridan o'pib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yasiz. Albatta bugun bayram, xursandchilik kun muborak bo'lsin. Qani kelinglar, marhamat. Bo'lgan saobat. Alloh taqinchoqlab chiroyli qarsaklar bilan topishamiz. Onajonimizga albatta. Qani marhamat. Albatta yana farzandlaringiz tomonidan tilla taqinchoqlarini qabul qilasiz. Marhamat. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam, ko'zlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam, ko'zlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Mana shunday bayramona shirinliklar bor albatta siz uchun. Farzandlaringiz tomonidan qabul qilasiz. Sizlar birgalikda topishamiz farzandlar. Qani marhamat. Kelinglar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shamshiroqlarni o'chiramiz. Nabiralar qani marhamat. Tabriklaymiz. Hali rasmlarga navbat beramiz. Mana shu yerda albatta 4 ta singlingiz bor. Chiroyli tilaklar bo'lsa eshitamiz. Jigarlardan onajonimizga atalgan chiroyli tilaklarni kimdan boshlaymiz? Ana, kelinglar birgalikda. Hamma kelsa birgalikda esdalik chiroyli fotosurat bo'ladi jigarlar bilan birgalikda. Kelinglar. Ha, keling, birgalikda. Hammasi kelsin. Birinchi chiroyli tilaklarni yetkazamiz, yuting. Kimdan boshlaymiz? Kimdan eshitamiz?
Opacha, mana shu tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bizlarga bosh bo'lib yuring hamisha. Umringiz uzoq bo'lsin. Pocham bilan qo'sha qaring. Mana shu yaxshi tilaklar hamisha sog'ligingiz, tinchligingiz, mana shu chevaralar atrofida hamisha parvona bo'lib yuring. Rojona bo'lib yuring. Eng kamida. Opacha, avvalambor onam o'rnida ona bo'lib bosh bo'lib qolgansizlar. Sog' bo'ling, tabriklaymiz yana bir bor. Hamisha doimo yaxshi kunlarimizda bosh bo'lib yuring. Meni siz yaxshi ko'rasiz-ku, siz shogirdim deysiz, boya she'ringiz bilan. Gullardan-da go'zal insonim, beg'uborim, mehri osmonim, qadrdonim, yaqin insonim, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Oramizdan qochsa-da gaplar, burishsa-da ne yuz ne aftlar, buzilmasin tizilgan saflar, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Barchamiz insonmiz, barchamiz ojiz. Bir-birimizni kechirmoq joiz. Doimo baland biling qadringiz, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Rahmat. Siz de bu.